Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli avtomobil ishqibozlari, avtomobil fanatlari. Bugun Sankt-Peterburgning retro avtomobillar muzeyiga kelganman. Retro Car Show deb ataladi. Planerni 59 da joylashgan Leo Mall targ'ib kompleksi. Obzorlarim juda ham ko'p chiqmay qoldi, buni ham yaxshi bilaman. Shunday bo'lsa-da, muzeylarni qidirib topib keldim. O'ylaymanki, ozgina bo'lsa-da, nimada o'zimning kayfiyatimni ko'tarish uchun ham, lekin shuning bilan sizlarning ham kayfiyatini ko'tarish uchun bu yerda avtomobillar juda ham ko'p, shularni ko'rsataman. Qayerlargadir gapirishim mumkin, qayerlargadir prosta takslarga avtomobillar o'zini ko'rsataman. Qani, choy, kofemi, bir kompotmi, shirinlarni tayyorlab, mazza qilib tomosha qilinglar. Klassikalarda klassikasi. Mana islam mashina. İkincisi, bu ham adashmasam Cadillac. Mana shildikidan ko'rsa bo'ladi. Shuna вообще. Vaqt o'tib, bu yerda chang bo'lib turibdi. Bitta narsa, mashinaga umuman qo'l bilan teginish ishlarni ochish mumkin emas. Endi baribir hozir bu yerda kamerasilarga baribir ko'rsatib bera olmaydi, ichkarisini qancha ekaniga отражение bor. Rozi bo'lasizlar. Ketdik, ekskursiyamiz davom etadi. Короче, men bu ko'k versiyasidagi 69-yil chiqarilgan ekan bu mashina. Flatfoot seriyasi, muscle car. Ota-ona. GTR bilanmi? Rulli o'ng tomoni portoslar tomoni. Yaponskiy avtomobil. Bomba. Orqadagi velosipedga hech baho. Aylanib o'tib mazur qilolmaymiz shuning uchun. Bunisi o'rtoqlar Datsun bo'ladi. Yaponskiy. Hozirgi kunda eski modellar Datsunda juda ham chiroyli sportivniy stilga chiqqan, hozirgilari sportivniy emas. Oldilariga yetib olganman. Mana bu krivolar nima deyapti, buni krivolar. Lekin oldingi bitta narsani tan olish kerak. Oldingi injenerlar bosh qotirib, har bir avtomobillari bularni nima deydi, boshqa avtomobillardan o'zgacha o'zgarib turganda, nima alohida bo'lib turgan. Lekin hozirgi e'tibor bersangiz, hamma avtomobillar bir
Lekin men bitta zo'r narsani ko'rib qoldim, o'rtoqlar. Men bo'lgan nima deydi, mana. Ashya. Mercedes o'rtoqlar, bu Mercedes. Mercedes o'sha paytda ham ajralib turgan. Turishini qaranglar buni. Salonni qaranglar, salon. Bakovoylarni qaranglar, bakovoylarni ashya. Moshincha. Gelenwagen nimasi, xromirgan petillari bor. Ruchkalarni qaranglar buni. Bu ham bakovoy ekan, qarang, injenerlar qaranglar. Ham bakovoy, ham bunisi fari. Mercedes. Mercedes-Benz 500K deb nomlanar ekan. Replika ekan. 1936-yilda modellar ekan. Qaranglar, o'sha paytda nima qo'yilgan? V-образный 8 silindrli dvigatel 5.7, ot kuchi 250 ot bo'lgan. 100 kilometrga, конечно, 27 litr расход qilgan. Maksimal скорость 170. Og'irligi 1 tonna 700. O'sha paytda bombический kupelardan biri. Hozir ham agar mana shunaqa avtomobil chiqarsa, oldinsa bo'ladi. Конечно, zamonaviy texnologiyalar asosida. Lekin bu вообще Formula 1 ga o'xshab ketadi. Mana bu mashina qo'yilgan, lekin bu yerda o'zi ko'pda retro na bazi известный model. Chunki biz ham bilmaymiz qanaqa model ekanligini, darsh ketdik. Oldin o'tib ko'ramiz. BMW 7 E38 mana o'rtoqlar. Men uchun har doim BMWlar ichiga umuman BMW 7 deb tan oladigan avtomobilim bu BMW E38 bo'ladi. Agar kim ushbu E38 ni fanati bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar shuni. Qani bizlar nechta ekanmizlar. BMW E38 legendarniy BMW. Hozir yonimga turgan avtomobilni ko'rsataman. Bu mashinalarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Bu albatta Mercedes W126. Xalq tilida buni diplomat deb atashadi. Salonlariga e'tibor beringlar mashinani. Bilmadim, umuman olganda Bruno Sacco. Alloh rahmatiga olsin endi. Bruno Sacco chizgan dizayn bu. 124 ham Bruno Sacco chizgan. Mashinaning rangi ham o'zi ham вообще qanaqa
So'nish anaqa nimaga o'xshar ekan. Nosrang deydi bizlarga shunaqaga o'xshaydi. Salonni qarang, tamom salon vastanat qilingan. Nima lekin 1979-yildan 92-yilgacha chiqarilgan ekan. Eng qiziq varianti ki mana bu kupe variantdagisi eng top. Ikkita haqiqiy dunyo nima deydi tarixida legenda albatta Mercedes dunyo bo'yicha birinchi avtomobilni taqdim etgan. O'rtoqlar, men bu Pontiac. Qayerdan bilasan desa, men bu Pontiacni ham bilmasam. O'yinlarda ko'p o'ynaganmiz, oldindan bilmagan bo'lsak ham Pontiac haqida ma'lumotlar bor. Hech bo'lmasa shildigini taniymiz ham bilmasin. Pontiac. Pontiac Grand Prix 1979-yil ekan. V8 motor 4.9 litrlik 150 ot kuchi bo'lgan ekan bu avtomobilda. 17 litr расход qilar ekan. Yozib qo'yibdi. Maksimal skorost 175, og'irligi 1 tonna 90 kg. Pontiac. O'sha paytda odamlar nima deydi? Injenerlari bosh qotirgan dizayn bo'yicha. Hozir men bu odamni ko'rdilaringga men hozir e'tibor berdim, lekin rasmda ko'rgandim. Bu spesialni qo'yib qo'yilgan. Живой odam emas lekin. Tak, qaysi qatorga kiramiz? Bu qatorga kiramiz, keyin ikkinchi qatorga o'tamiz. Ketdik. Xo'p, o'rtoqlar, hozir men mashina orqasini ko'rgandik. Chevrolet 210 deb atalgan ekan. Modellar 1953-yilda chiqarilgan ekan. 3.9 lik motor, 6 silindrlik 1.8 ot kuchi bor bo'lgan ekan o'sha paytda. 16 litr расход qilgan bu avtomobil. Og'irligi 1 tonna 5 kg. Lekin men bu velosipedlar ham adashmasam retro, to'g'rimi? Oldin kinolarda ko'p ko'rganmiz buni. Xo'sh. Bu yoqda qizil. Mana buni qaranglar. O'sha payt dizaynerlar o'ylab topganda men bu narsalarni qaranglar, tanaq qilib o'zgacha-da, umuman birorta bir-biriga o'xshamaydigan avtomobillar. To'g'risi. Men o'sha paytda dizaynerlarga vashib besh ketganman. Mashinani uzunligini qaranglar. Buradan sıra salon ko'rsatib ketamiz. Salon atraveniya beryapti, ko'rinmayapti uncha. Mana liniyalarni qaranglar. Bakovoylar bu yoqda joylashgan. Bilolmayman qanaqa mashina ekanligini men. Cadillac, adashmasam. Taksi. Mana bu raketani qaranglar dizaynini. Gap yo'q. O'sha paytda odamlari nima deydi, fantaziyasi juda ham kuchli bo'lganda, hozirgi o nima deydi dizaynerlarning fantaziyasi hammasi bir xillikdan iborat. Qaranglar o'zgacha. Hozir однотипный bir xil, xotu nemis mashinasi bo'lsin, xotu
Kupeni qaranglar, kattaligini. Kupening orqasiga bemalol 3 kishi o'tirsa bo'lar ekan. Hozirgi kupelar juda ham kichkina. Salonni qaranglar. Bu qarang, qanaqa. Eshi. Skorost rulda joylashgan. Amerikanskiy kubka avtomobillari rulda bo'ladi. И mana bokovini qaranglar qanaqa. Bu yoqda bitta bor, naryoqda bitta bor. Gap yo'q. Diskalari qizil pavoskada. Büyük Special 1958-yilda avtomobil ekan o'rtoqlar. 58-yilda avtomobili. V8lik 6 litrlik motor 250 ot kuchi bo'lgan ekan shunda. 100 km/ga 113.5 sekundda chiqqan, 180 km tezlik. O'sha payt uchun bular вообще bombitskiy avtomobil bo'lgan. Keyingi avtomobilimiz. Bu nima mashina ekan bu? Ko'pida tablichkalar yo'q, o'rtoqlar. Lekin bu endi kutib so'rab qotib qolganmi? Ko'rinmayapti, отражение bo'lyapti. Bokovoyda joylashganini qaranglar. Buni orqasida Hudson, bu yerda Hornet deb yozgan ekan. Yani tablichka turib to'g'ri yo'q, ko'ramiz nima ekanligini. Lekin mana bu avtomobil o'zgacha. 4 eshikli sedan. Orqasi spalni. Mana yozilgan ekan mana bu. Mashina. Turishini qaranglar, buni qanaqa turgan, o'sha payt dizayn qanaqa bo'lgan o'rtoqlar. Buni o'qiymiz nima ekan, короче. Haqiqatan shunaqa nomlangan ekan. Hudson Hornet 1952-yilda. Planlar razmeri легкий автомобиль, выпускавший компания Hudson 51-yil, 57-yilgacha. Qayerda mashinasi ekan bu? Tak, ama amerikanskiy bo'lish kerak-da bu. Reaktivniy samolyotga o'xshab chiqarilgan buni qaranglar. Mana bu stoplarni qaranglar mana buni. To'rt eshikli sedan. Orqasiz karvonsaroy bor. Rullarni qaranglar. Bu qaysi model o'rtoqlar? Yo bu qanaqadir proyektmi? Yo'qdan avtomobilmi? Ko'rinishi вообще дерзкий. Nima deydi? Ko'rinish umuman o'zgacha. Hozirgi kunda ham agar bu avtomobil shaharda yursa, o'ziga qaratilgan avtomobil kupe. Informatsiya berilmagan ekan bu avtomobil haqida, lekin agar proyekt bo'lgan taqdirda ham juda ham shikarni proyekt. Adashmasam bu zanijit qilingan o'tirqizgan mashina. Stil вообще bombitskiy. Nima deb o'ylaysan, hozirgi 21-asrda ushbu avtomobillar agar chiqarilganda aktualni bo'larmidi, bo'lmasmidi? Nima deb o'ylaysan? Men o'ylashimcha aktualni bo'lardi. Bunaqa o'zgacha dizayn, o'zgacha uslubda qilingan avtomobil, ya'ni kupe variantda orqa bilan oldisi juda ham shikarli. Keyin orqasini ko'ramiz, kupening orqasini. Haydovchi по-моему sиденье maksimal qo'yilgan, lekin bitta odam taksiga o'tirsa bo'ladi. Bu sportivniy qanaqa avtomobil ekan, qaranglar. Hozir отражение uchun ko'rinmayapti, mana bu uchkani qaranglar qayerga joylashgan. Speedometer.
men ko'raman, lekin kamera ko'rsatib bera olmayapti-da. Adashmasam bu proyekt. Buni qanday buni? Linkni shunaqa bo'lishi kerak bu. Adashmasam. Bokovoy jabralari bor ekan. Aytamki, Lincoln Mark 5 1978-yilda chiqarilgan. 228 ta 262 ta dona chiqqan ekan. Salonni qarang, o'rtoqlar. Salon вообще. Haqiqatan ham muscle car, muskulist avtomobillar deb amerikanskiy mashinalar bekorga aytilmaydi. Haqiqatan ham nastoящий muscle car. Adashmasam, mana buning orqasida nima turgan? Yoki bu zapaska turgan. Mana bulari koja bo'lsa kerak. Mana bu koja o'rtoqlar. Tema, stil. И форточкасini qaranglar mana bu. Отдышли. Cadillac. Bo'lganda amerikanskiy Cadillac bo'lganda juda ham yaxshi temali. Amerikani o'zida ham Cadillac juda ham yaxshi ko'rishadi. Hozirgacha bu avtomobillar ko'pi Amerika ko'chalarida yuradi. Mana bu Harley Davidson adashmasam. Böyle adashyapman. Cadillac Eldorado 1976-yilda chiqargan ekan. Tak, o'rtoqlar. Mototsikl bu Harley Davidson. Bitta joyga qo'ygan ekan, yaxshilab ololmayapti onam. Harley Davidson. Shu kunlarda lekin o'zim mototsiklga juda ham qiziqganman. O'qib olmoqchiman prava mototsiklga. Bu velosipedga, bu rучной работами deyman-da. Mana bu ham monstercha ekan. Kichkinagina Black Edition desam bo'ladi. Shikardos. Chevrolet mikroavtobuslari, Dodge, o'rtoqlar, Ford tonda avtomobillari bor. Fayda, mashinalar turishini qarang. Ana men bu krasavchikman deyapman bu. Voy. Живой ko'z bilan ko'rish boshqacha, orqasiga yana undan ham chiroyli mashina turibdi. Demak, bu qatorga yuramiz, keyin bu qatorga aylanib kelamiz. Ketdik. Farlar ochilib yoqilayotgan ekan buniki. Lincoln Continental Convertible 1966-yil. Eshikni ochilib yopishni qaranglar. Bunaqasiga. Rolls-Royce'ga o'xshab ochilib yopilar ekan. Knopkalari bu ham bitta отдельный yuvelirniy izделие qaranglar. Buni kamera qanchalik ko'rsatyapti, отражение beryapti. Juda ham chiroyli ishlangan. Mashinaning turishini qaranglar. O'sha paytda V8 lik motor qo'yilgan 7.6 lik 340 ot kuchi bo'lgan ekan buni. 20 litr расход qilgan, brus maksimal скорость 190. Og'irligi 2 tonna 300 kg.
Apparat шикарный o'rtoqlar. Так. Chrysler Newport Convertible 1969-yil. V8 motor BM 603 294 kuch 21 litr 2. Maksimal skorost 192, og'irligi 1 tonna 925 kilogramm. Newport. Bu ham shunday shaklda. Chrysler bu ham. Tak, bu sedan versiyasi ekan o'rtoqlar. Bu Chrysler Newport ekan bu. Bu Chrysler Newport 1966-yil. Keyin men bu mashina ham o'rtoqlar podarka emas, Chevrolet o'rtoqlar. Bomba. Coupe. Ko'rinishiga qaranglar, chizilgan effekt. Necha baho? Chevrolet Impala 1968-yil. Pokoleniya 1965-70-yilga chiqqan ekan. Buni albatta krasa qilib qo'yishdi bergan muzey uchun. Lekin mashina вообще bomba. Hozir bizlar trendga chiqargan avtomobillar, ular Chevroletga umuman aloqasi yo'q, mana bular Chevrolet. Joy kichkina, unda ko'p yaxshi ola olmayman mashinalarni. Lekin mashinaning mana bu ko'rinishi juda ham chiroyli. Bir qaraganda Ferrari'ga o'xshab ketadi. Dizayniga necha baho? Chevrolet Corvette bu o'rtoqlar eski pokoleniyasi, bu yili 1969-yilda chiqqan. Tak. Informatsiya uchun 8 litrlik V-образный dvigatel, 507 lik dvigatel qo'yilgan bu yerda. Расход 20 litr. Bu dvigatel uchun расход juda ham yaxshi. Og'irligi 1 tonna 500 kilogramm. Maksimal skorost 210 km. O'rtoqlar, Dodge Challenger amerikanskiy muscle carlarda menga eng yoqadiganlardan biri hisoblanadi. Dodge Challenger. Adashmasam bu mashinalar Farsajki filmiga ham o'ynagan. Haqiqatan ham
muskulli avtomobil desa arziydigan avtomobillar bular. Umuman olganda o'sha payt 60-yillar, 70-yillarda amerikanskiy stildagi avtomobillar, klassik avtomobillari eng topovoy menimcha. Даже nemis mashinalari ham emas, o'sha paytda mana shunaqa kupelar, muscle carlar V8, V6 motorlarda chiqarilgan mashinalar вообще. besh oltilik 290 tot kuchi 18 litr yegan bu dvigatel uchun normal. Hozir ham ko'p mashinalar ayrim legendarniy avtomobillar 15-16 litr yeyapti. Maksimal skorost 210 km bo'lgan 1 tonna 655 kilogramm. Pontiac. Mana bu o'rtasidagi liniyasini ko'ryapsan, mana bu jabrani o'rtoqlar. Bu uni effekti живой ko'rganda umuman boshqa narsa ko'rinadi. Pontiac. Tayyor turinglar. Bu emas, bu ham bu Ford, nima deyarkan buni otini? Ford Bronze 84-yil avtomobil. Balandligini qaranglar buni. Hozir kamerada ko'rsam, meni boshim mana shu ahvolda ko'rar ekanmiz. Agar yoniga kelgan payt, men hozir bo'yim mana shu 1.75. Mana ki, baland mashina. Klassik velosiped ham bor ekan. Endi men bu mashinaga endi alohida tema. Juda ham xunuk joyga turgan ekan, yana yonlar yopiq turibdi, juda ham arqalarini qaranglar, krivolarini. Dodge o'rtoqlar, Dodge. Apokalipsis nimaga o'xshagan kinoga o'xshagan kinolarda juda ham o'xshaydigan mashina ekan. Adashmasam, mana bu klubni beri olib chiqarilgan. O'zgacha uslub, derskiy stilda, mana bu taraf ochiq ekan. Ko'rsak bo'ladi albatta. Mana. Lil Red Truck. Dodge. Derivanli stavkalar qo'yilgan. Nima mashina ekan bu? Chevrolet
Suburban. Suburban deb yozilgan. 74-yil ekan. O'rtoqlar, mashinani qaranglar. Şikarlı değil mi? Plotni turibdi mana trassaga mana shu hozir buni ko'rinishi ham plotni, juda ham chiroyli. Tak. Albatta bunisi ham BMW. Men yaxshi ko'rgan kuzovlardan biri. Moganda G34 ham yoqtiraman. G39 ham. G39 более современный. Juda ham nima deydi? Agar 210 bilan G39 solishtiradigan bo'lsak, qaysi birini tanlaysan desa, men G39 olardim. Chunki более молодежный, более спортивный stil. Juda ham shikarli avtomobil. Buni BMW haydaganlar juda ham yaxshi bilishadi. O'zim olganda avtomobilni yaxshi ko'radigan insonlar BMW E39 ni hech qachon nazarga qoldirmaydi. BMW M5 ekan o'rtoqlar, E39. V8lik motor, 409 5 litrlik. 400 kuchi bo'lgan mana shuni o'rtoqlar. Расход 14 litr. Maksimal skorost 250, og'irligi 1 tonna 750 kg. M5 o'rtoqlar. Bu mashinalarning tarifiga nima deydi? Ortiqcha gap, ortiqcha, lishni gap. Yana bitta BMW E34. Nimagadir BMWlar olganda, nemis mashinalari mana ko'ringan paytida juda ham plotni ko'rinadi. Turishi sdержанный, yerga yopishib olgan. Shuning uchun ham nemis mashinalariga nima deydi? Mehr-muhabbat, nima deydi? Yaxshi ko'rish ham haqiqiy, samimiy. Nemis mashinalari alohida tema. BMW. Bu ham BMW M5 o'rtoqlar. 3.8 lik motorda 9-6 litr расход ekan, maksimal og'irligi 1 tonna 700 kg, 250 km maksimal skorost. Hozir ham bu avtomobillar juda ham aktualni deb o'ylayman men. 3 ta krasavits turibdi BMW. Tayyor turinglar o'rtoqlar. Bu mashinalarni buni ko'p ko'rgansizlar. Ford Угнать за 60 sekund degan film bor. Adashmasam unda Eleanor bo'lib o'ynaydi. Keyin John Wick'ning mashinasi ham xuddi shunaqa bo'ladi shekilli adashmasam. Men bilmayapman. High performance 351 mana yozyapti. Lekin bu doполнительный kapot ushlab turadigan narsa ekan, bu krючокlar. Oldin tushunmasi ko'rardik. Mercedes'te universali 124 orqalariga bir narsani ortib qo'yishibdi. 93-yilgi avtomobil.
Bu mashina даже universali ham o'zgacha. Ortalar Porsche 944. Men qizig'i bu hafta sotilayotgan ekan mana Porsche 944 bu yerda yozib qo'yibdi. Bu hafta sotiladi. Kerak bo'lsa ushbu raqamga telefon qilinglar deyapti. Farlar ochilib yopiladigan ekan buni. O'sha payt injenerlar qanchalik bosh qotirishgan. Nega hozir shunaqalarni qilishmaydi? Shikarni bo'lardi. Stil Boş. Garchi tashqi ko'rinishi, dizayni yoqmasa-da, bu Mercedes 123 ta, lekin Mercedes tarixidagi eng legendarniy, dalgovichniy Mercedeslardan biri. Bu Mercedes W123 bo'ladi o'rtoqlar. Buni ham ishqibozlari bor, Mercedesda albatta. Umuman tashqi ko'rinishi kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. O'shaning uchun menga taksibi. Orqalarga o'tib bo'lmaydi. yilning modellari bo'lgan 2 litrlik, 2.3lik, 2.5lik, 2.8lik va 2.8lik benzin motorlar va 2 litrlik, 2.20lik, 2.4lik, 3 litrlik dizel motorlar bo'lgan ekan. 77-yil Jenevadagi avtosalonda ko'rsatilgan ekan bu Mercedes o'rtoqlar. Tak. BMW retro stildan 1937-yil modellari yaptım. BMW. Pontiac Tempest Le Mans. Aslında damdalı bo'lgan ekan mashina. Velosiped. Buning ichkariga qarang, bana hozir ham shunaqa g'ildirayli velosipedlar bor, adashmasam. Bu nima edi? Tatra. Nima ekan bu? Tak. Tatra 57 A-Sport ekan, kabriolet 1936-yil. Amerikanskiy mashina ekan bu. Tak, Chexoslovakiyaniki ekan. Opozitniy 4 silindrli motor ekan, 1.2lik, 20 ot kuchi bo'lgan ekan, 8 litr расход qilar ekan, og'irligi 740 ekan, maksimal skorost 90 km tezlik.
Endi o'sha davr legendasi bo'lganda mashina. Ну, yangilik bo'lgan. Legenda bo'lmasa-da yangilik bo'lgan. Bu traktor nima ekan bu? Bu traktor adashmasam, известный traktor, Bugatti'mi, Porsche ekan bu, o'rtoqlar. Porsche dizel. Porsche traktori. Tak. Mana qo'ldan yasagan, deymi, turnikka o'xshatib, mana buni shunga o'xshayapti. Mana Porsche dizel 1963-yil. 2 tonna 100 kilogramm. 1 soat ishlasa 10 litr rasxod qilar ekan. Porsche traktor. O'rtoqlar, bo'lganda bugungi obzordan to'laqonli nima deydi, mazza qildilaring yo'q bilmadim, endi fikrlaringni izohlarda, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Ozgina bo'lsa-da, nima deydi, o'zim ham chalg'idim shu bilan birgalikda, keyin sizlarga shu kichkina maydonda bo'lsa ham avtomobil ko'rsatishga harakat qildim. Lekin men xohlagan Mercedeslar albatta yo'q. BMW bor ekan, E34, E34, E35, E35 deyman, 39. Men xohlagan Valchok, shunga o'xshagan avtomobil yo'q. Albatta, lekin men bu 126 ni ko'rib xursand bo'ldim. Juda ham shikarli avtomobil. Bilmaganlar uchun informatsiya, bu 126 Moganda S klass hisoblanadi, o'rtoqlar. BMW bilan nimasi bir xil. Klassni pozitsiyasi bir xil bo'ladi. Lekin men yaxshi ko'rgan, umuman bugungi nimadan ko'proq pishleniya olganim, emotsiya olgan avtomobil va albatta mana bu Mercedes bo'ldi. Juda ham bu mashinaga ishqim tushdi. Agar bilmadim kimga qanday, shaxsan men o'zimga bu avtomobil kichkinaligimda o'yinchoq bo'lardi. Shunaqa stildagi o'yinchog'im bor edi meni. Yaxshi ko'rib haydardim, o'ynardim. Yoshligimda mashinalarda juda ko'p o'ynaganman. Buni bilmadim endi kimga qanday. Bugungi mana shu muzeyga kelib aylanishimdan mana shu avtomobil menga juda ham boshqacha ishlangan emotsiya qoldirdi. Men uchun bir yangilik, men uchun bir nima deydi, yoshlikdagi orzu bo'lgan avtomobilni живой ko'rdim. Juda ham xursandman. Bu avtomobilni nima deydi, bu avtomobilni tushunadigan odam, bilgan odam o'ylaymanki baribir mehr qo'yadi. Juda ham ko'rinishiga qaranglar mashinani. Mercedes har qalay dunyoda birinchi bo'lib avtomobilni ishlab chiqargan, dunyoga avtomobil nimasiga, dunyosiga, olamiga ABS, cruise control shunga o'xshagan texnologiyalarni Mercedes kompaniyasi bergan. Bugungi obzorim qanchalik sizlarga yoqdi, yoqmadi, o'zlaring fikr mulohazalaringni kommentariyada, izohlarda qoldirishlaring mumkin. Qo'llab-quvvatlagan aka-ukalarim uchun rahmat, tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Keyingi video obzorlarda ko'rishguncha xayrlashmaymiz, sog' bo'linglar. Hozir yana bitta avtomobilga qiziqadigan bitta bola yuribdi-da, rasmga tushirib. O'zimdan bitta mashina olib rasm tushirmoqchi bo'lyapman. Hech o'zim tushira olmayman. Endi iltimos qilib ko'ramiz endi nima deydi. Endi albatta yaxshi insonlar bor, tushirishadi, yo'q deyishmaydi.